Qaysi surxobini ichiga suv solib qo'ydi? Ha, men bir hazillashdim-da. Pulingiz qolgan deb uncha baqirasiz. Dadam sarpoga bergan tufli-ku. Shunga ichiga suv solib qo'yish kerakmi? Xiyolotli. Bu dushman taraf abrgan tuflisini burnimdan buloq qilaman deyman. Mayli, charchamangizlar. Nima, ayam-da, dadamni dada demadingiz? Uyalaman-da. Sizda uyat bormishmi? Dadamga mebeldan tortib paypaqacha abrasiz deb nagli aytganingizga sizda uyatni o'si ham yo'q deb o'ylabman. Nima aytaman, chuchumal burnidan kulib. Ideal milliy brend xolodilniklarning ham sifati zo'rda. Ideal yerda emas, uyda to'rida turish kerak. Parvardacha mana xolodilnikni uygacha ko'tarish-va. Dadam bergan xolodilnikmi? Butun mahallani hamma narsasini qaynotasi bergan degan gapini ko'targan bitta xolodilnikni ko'tara olmaysizmi? Ko'tarasiz. Shuncha gapni eshitguncha grija bo'lsam ham o'zim ko'tarib olib kirsam bo'lmasmidi? Hamma xotinini haydaversa, siz meni haydashga qo'rqsangiz kerak-a? Nimaga? Uydagi hamma narsani dadam bergan-ku, men ketsam uyim suvlab qoladi-da. Ovqat vaqti shirin bo'pti-ku. Ha, shirin bo'ladi-da. Dadam bergan ideal gaz plitalari-ku. Bazdan tashqari elektr konforkalari ham bor, metal ham yog'lanib chirkib bo'lib ketmaydi. Bitta otganda ketadi. Buni ideal mini pechda ham grilllar, pishiriqlar shunday zo'r chiqadi, uncha emas. 3 yil servis xizmati ham bor. Yana dadam qiynalib, qarzga bo'lsa ham bergan, shuni ham shirin bo'lsa kerak-da. Texnikalar ham ideal, mana qichima gap ham ideal bo'ldi lekin. Amaki, g'urur nima necha pul turadi? G'urur? Qaynim, akangizda g'urur bo'lsa biladi-da, nimaligini? Qaray, minnatga bunday qildik. Bu o'zim ahmoqman. Men kishilik to'y qilguncha shu mebelda o'zim qilsam bo'lmasmidi? Anam qilsam hali spalini minnat qilmayapman. Arzimagan mebelga g'urur alishvarmang, gimpicha. Falak hayrondir, falak bo'lganiga pushaymon.